Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Mana yangi sezonga ham kevaldi. Mana yangi sezondan boshlanyapti. Bugun 2-iyul, hafta kuniga chorshanba. Yangi sezonlar boshlandi. Bozorlarimiz urilar bilan to'layapti. Sizlarga narxlarni tanishtirib boramiz. Sizga urilar, like bosinglar. Bozorlarimiz javjum. Neçe bul yaptın Nurullah? Ben ulan mı? Evet, çok soğuk şöyle ki abi de şunu. Neçe bakılar? 28 misin? Yolçular. Daniel içi. Nurullah. Nurullah. İçi. Bunu? 30 bin so'm bonus bo'lyapti. Qanaqa ekan? 28 bo'lyapti bargada. Oqpar necha bo'lyapti? Egasi yo'qmi? Siz kimasiz? Onda burada hamma ham bor. 10 da sonda chiqadi, xolos deb tashlagan. Necha bo'ldi bular? 25 ming so'm berilmoqda mana. Ikkovi bitta ekan-a? Jigar quribmi? Qattiqki, dashtiki basishkili. Ha, uydiki bo'lish unchalik yaxshi qilib qo'ymalar ekan. Anami? 5,5. Kompotlar 5,5. Mana Daniellarchi. Uni yo'lchilar shu bo'lyapti. 12. Bilmem, namını yok, şuna kalmış diye de ya fırmona şuna kalmış. O karıydı ha. Orada aşırı 50 geçip yapar mı? Hangi nereye kırışkı? Sen sarmaya geldiğini. O oftobun ismi bu ne? Uçaları burada, orada var. Yaxşı koyuyor ki ama dedi. Bu ne degen, hiç bakılayapsılar. 43 mü? Alttan ismi buldu Adılcan. 5. Madem yaman beklerim yok. Yolcu. 20 oldu. Maçı onu? 27. Onun ismi buldu onu. Çe bu orada böyle biri oraya. Limon ki. Talaşın gönderse bastı bu. Yapışkan yok onu. Hiç biliyorsan? Yok, ben çok kolay yaptım. Ha. Şunu da. Evet. Şunu biraz mı? Chigon Mindon kon uriy bozorida mana dehqonlar olib chiqqan mana yangi sezondagi barglar, uriylar. Necha pul bo'ldi bu Muhammad Aziz bular? 30 ming. Narx aytyapsizlarmi yo so'rashdimi? Yaxshi chiroyli qilibdi-da. Yaxshi dehqon bola. Abrash aka, siz kim bu? Necha pul bo'ldi? 35. Bir daqiqasiniki. Juda chiroyli bo'ldi. Mana Danielning ismiga bordi. Danielda 21 ga bordi. 21 ming so'm. Bunisi-chi? Sal yirikka o'xshab ko'rindi-da ko'zingga. Yashiga solinganda shunaqa qo'ydi. Sal yirikka o'xshab ko'rindi. Buchi? 35 ming so'rashdi. Qadarishnimi bu yo'lchimi? Yo'lchi. Raqamning oxirida kamroq suv ichgan. Bunisi-chi? Bunisi. Mali ro'zasi 40 ming.
Sal farqlariga o'xshayapti. Yo'q kiymadim, oskib qolar. Kompyuterlarni ichib bo'libdi. 5.000 bering, 5.000. Yo, nimaga? Ma'lumotga narxi nechmi so'rashdi? Buni hali so'rashgan yo'q. 5.000 ga so'ramayapsiz. Ha, 5000 so'm. Unda 11 so'm. Nechmi? 11? Ha, konditer bargilar 11000 so'm bo'ladi. Ha. Bozor qizg'in bo'lyapti. Odamlar ko'p, yangi sezon boshlangan. Gapirib beraman. O'shanaga yangi sezonlar qalay bo'lyapti? Mana yangi o'rik bozorlar xudo xolasa yaxshi. O'riklarimiz bil Allohga shukr, yomg'irlar yog'masdan zo'r quridi. Zo'r bo'ldi. Kelib olinglar mehmonlar. O'riklarimiz Mindon bozorida arzon. Qopimini olasizmi, tunni olasizmi, olib ketinglar mana, sotasizlarmi, tirikchilik qilasizlarmi, yeysizlarmi, olib ketib mehmonlar yeyinglar mazza qilib. Rahmat aka. Rahmat aka. Mana barglar zo'r. Nech bo'libdi bu kimdan aka? Egasi o'ygan shiylik. Bilmadim-da, o'sha egasi qattiq bo'libdi bilmayman. Hech pulli shu. Ma'lumotga 40 ming tevasida deyishyapti. Chiroyli ekan, mana gabariti ham zo'r ekan. Yirmi 27.000 so'm bo'ldi mana barglar. Chiroyli ekan. Bunisi boshqa? Bunisi nech pul bo'ldi bu? 26 ming. Uchi sinigismi bu? Nech pul bo'ldi bu? 36 ming. Chiroyli ekan. Svet zo'r bo'ladi-da buni. Shoxida quriydi. 36 ming bo'ldi. Avtomobillar nech pul bo'ldi? Kimdan aka? 27.000 so'm berilmadi. 27 ming bo'ldi. Yaxshi savdolar yaxshi. Bu yilgi sezon xohlasa yaxshi bo'ladi. Xaridorlar bor. Sotuvchi ham o'shancha. O'ttiz ming so'mga sotilibdi mana yo'lchi barglar. Ikkita sepkili bor, lekin yaxshi barga 30 ming so'm bo'ldi. 30 mingga berilmadi mana mayizdanglar. Ham Spanish pulga bordi, san kim yo'q? Nech pulli? Nurullo, nech pulli? Nech pulli? Puli. 25 ming? 27 ming so'm sotilgan ekan o'tgan hafta mana. Hafta hali so'rashmabdi. Mahlumat.
Yupqaroq, yaxshilarga ekan yupqaroq, sredniy. Qaysi? Ha, uni oldim. Uni oldim. Savdolar bo'lyapti, yaxshi. Bozorimiz yaxshi boshlandi. Bo'ladi, nomeri 140 bo'lsin, bo'y bo'ladi. Hozir jon tikani yaqinlashmayapti.